Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilari. Mana bugun 2026-yil 30-iyul. Bitta like bosingizlar, iltimos sizlardan. Kerakli tashkilotlarga yetib borsin. Men shu joyda 2020-yil ochganman. 2020-yil kanal bilan shartnoma qilib ochganman. Mana shu yerga daraxt ekkanman. Ko'prigacha, ko'rinayotgan ko'prigacha. 1200 ta daraxtim bor. Endi bu yer auksionga chiqarilib ketgan. Men bilmayman. İşlatib yurganman. Sudga borsa bo'lmaydi, sudga berib bo'lmaydi, bu seniki noqonuniy bo'lgan. Mayli, noqonuniy bo'lsa ham auksion men ishlatib yuribman-ku. Men lekin soliq to'laganman. 5 ta shartnomam bor. Kanal bilan 5 yil shartnoma qilganman. 5 yil. Portalga chiqib, suv xo'jaligini shunday nima qilishini so'rayman. Menga yerni qaytarib berishlaringizni so'rayman deb suv xo'jaligiga murojaat qilsa, suv xo'jaligi qishloq xo'jaligiga chiqib ketgan deydi. Qishloq xo'jaligiga nima murojaat qilsa, qishloq xo'jaligi suv xo'jaligida bu deydi. Seni aldagan deydi. Tushunmay qoldim. Men endi shu nima yerdan chiqib ketaveramanmi? Nima bu qonun bormi yo'qmi bu? Mana bu tarafi ham menga qaraydi. Mana shu joyga o'tgan, mana shu bezovta qilganicha auksionda oldim deb hech narsa ekanman yontaqdorga. Undan u yog'ida biyda ekilgan. Bu ham. Bu yog'i hal ishi bor, hali bir 20-30 million xarajati bor. Tekstilmadim. Mana shu lekin qovun ekib yurguchidim. Qovun, tarvuz ekib yurguchidim. Moddiy zarar yetkazildi menga. Hech narsa ekalmadim. Men bezovta qilib ishlagali qo'yman. Plus kadastr agentliklaridan 2-avgustgacha ogohlantirish. 82 million jarimasi bor ekan. Soyada yotmaslik kerak ekan. Mana shu joyda qurgandim. Uy uzoq, mana ko'rib o'tuvchilarim. Uy uzoq. Borib kelay desa, xullas yo'lga ketadi umrim. Shu yerda bir soyaga damalaman deb, balandroq joy ekin bo'lmaydi bu yerga. Misol, quruqqa buni buzib tashlaganimdan ochiq turadi, iloji yo'q. Ekin bo'lmaydi. Baland joyiga uy qurgandim. Baland joyiga. Ekin bo'lmaydi bu yerga. Endi bilmadim, endi qonunda shunday ekan. Mana kecha montaj qildim hammasini. To'kdi. Ko'chaga turibdi. Endi shu yerga zaratchilar, telefonlar zaratga qo'yamiz. Svet va tashqariniki. Sovuqda yotaman. Sovuq kun ham bo'ladi. Endi hademay sentyabr oyi kechqurun yotib bo'lmaydi tashqarida. Ichkarida yotib molim bor men bu yerda. Kanalni pastiga baylangan 4 ta tanam bor. Kechqurun tashqarida qo'riqlash kerak endi. Nega bo'lmanikin, nega deydi-ku. O'g'irlab ketish mumkin, bo'shalib ketish mumkin kechquruni. Shu yotib qaragicha men bu yerda bog'lab qo'yishim molni. Ana shu yerlarga, naryoqqa. Konteyner qo'yiladi. Konteyner gaplashdim $2,500. Eng arzoni $1,800 ekan. U ham qayer bir joyda ekan. U olib kelguncha xullas 30 millionga tushar ekan. Menga unga mablag'im yo'q. Endi nima bo'ladi? Shu kerakli tashkilotlarga yetib borsa bir chorami? Birinchi o'rinda yer auksiondan qaytarish kerak yerda. Men bunga xarajat qilganman. Rosa ko'p. Men shu yerga ham juda ko'p xarajat qilganman. Endi shu yerda balandroq transformator beradi, balandroq joy bor. 1,5 metrlar naryoqi baland. Ana shunday yer edi. O'rta ko'l edi. Men to'g'irlaganman. Juda ko'p pulim ketgan. Uyimni sotganman. Uyni sotib, mana shu joyda tiklaganman. Bitta katta mashinam bor edi, o'shani ham tikib yorganman. Qarzga botib qilganman mana shu joyda. Hozir ham kimlardandir qancha qarzim bor. Endi nima, ko'chada qolaman endi men.
Mana shu joyda yashab turdim. Yozgi kuni faqat. Qishi bilan yotib olib, bolalarni dars tayyorlash, ichini isitishga qilganman. Mana bu uy. Mana shu joyda buzyapmiz endi. Ha? Mumkin emas ekan. Noqonuniy. Shuncha odam yashayapti dalada. Ularning dokumenti bor, u yoq deydi. Bilmasam. Kambag'allik tuyani ustida it qopadi degan shumi deyman. Mana shunday voqea bizda. Kerakli bitta like bosingizlar, kerakli tashkilotlarga yetib borib katta mutasaddilar sal ilsa uyg'onsin. Mana shunday ahvol bizda.